Maktab o'quvchilarini tarovih namoziga, jamoat bo'lib o'qiladigan namozlarga qo'ymayapti, ro'za tutganlarga suv o'chirilyapti degan turli xil savollar kelyapti va shunga o'xshash turli provokatsion videolar ham chiqarilyapti. Do'stlar, milliy qonunchiligimizga ko'ra bu masalalar bo'yicha hech qanday cheklov qo'yilmagan. Bundan tashqari voyaga yetmaganlarni bu masalalardagi cheklov bo'yicha Musulmonlar idorasi va Ichki ishlar vazirligining qo'shma bayonoti ham berilmagan. Faqatgina bir narsani unutmaslik kerakki, ota-onalar o'zining voyaga yetmagan bolalarini qonunga xilof ravishda diniy ta'lim olishga jalb etishi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasiga asosan javobgarlikka tortilishiga sabab bo'ladi. Ro'za tutish masalasiga kelsak, konstitutsiyamizda ham, vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunda ham vijdon erkinligi har kim uchun kafolatlangan. Bu kabi muhim huquqlaringizni doimiy bilib borish uchun albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Videoni esa barcha tanishlarga jo'nating.